Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zbekiston xalqiga murojaat. Shu tirik kitobni o'sha odam uchun, o'sha odam haqida aka-ukalar, opa-singillar, shu tirik kitob deganingiz Zevs degan bir ahmoq bor, kofir bor, o'sha odamga ishonadi. Uni xudo deb bilyapti bu odam. Sizlar yaxshilab o'shani eshitdingizlar, bilib olasizlar qanaqa odam nima qilyapti o'sha odam. U Allohga qarshi bir shirk qilyapti. Shirk degani bu kechirilmas gunoh. Allohga ziddiyat ko'rsatish bu. Bu o'sha Zevsga ishonib yurgan. O'shani xudo deb bilyapti u. Ishongan odam o'shani xudo deb biladi. Siz bu odamni o'zi qo'llayapsiz, kitob o'qinglar degani uchun men protiv emasman. To'g'ri aytibdi, kitob o'qinglar deb. Ammo o'sha Zevs shu shirkiyotlarga qo'l urgani uchun yaxshilab bir nima qilingizlar. Kitob o'qi deganda ham kitob ham o'qish kerak, ammo hammasidan oldin Qur'onni o'qish kerak. U odam Qur'ondan bir narsa bilmaydi. Zevs deb o'shanga nima qilib yurgan. Ishonib yurgan o'sha odamga. Bu Zevs bu kofir u haromi. Kitob o'qish yomon emas, kitob o'qish, ilm olish yaxshi. Lekin shunaqa haromlarga ishonish yaxshi emas. Shov-shuv ko'tarib tashladi, O'zbekistonni ikkiga bo'lib tashladi o'zi. Lekin islomdan ozgina xabarlaringiz bo'lsa, agar o'zlaringizni musulmon deb hisoblasangiz, o'sha odamga nima qilmangizlar, ishonmangizlar. O'sha Zevs deganiga, o'sha haromi kofirning nimasini olganiga, uni xudo deb bilyapti u. Sog' bo'lingiz, salomat bo'lingizlar.